qasdan tarixga ko'mib o'tilgan ozodlik dahisi Netaji Subhas Chandra Bose va qissadan Uyg'urlarga hissa 3-bölüm. Abduri Mirkamil Kashg'ari. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. 3-bab Böğürler uvusidagi diplomatiyalik g'alaba va vaqtliq ozod Hindiston hukumati ruhining tug'ilishi. Uning Hindistondagi uyidan tuyuqsiz g'oyib bo'lishi butkul Britaniya istixborot imperiyasini zilzilaga keltirgan edi. Uning po'latdek irodaga ega sodiq oila a'zolari u qochib 12 kun o'tguncha uning yotoq uyiga ko'rinishda to'xtamay tamoq elib kirib, boshqachalarni qaytirib chiqish orqali uning hali ham qattiq nazarband ostida ekanligidek mukammal bir ta'sirotni muvaffaqiyatli yaratgan edi. Bu sir shu qadar maxfiy va po'latdek ching saqlanganki, hatto Bosning o'z onasimi jigar parisining bu ajallik qaytishi noma'lum safarga otlanganligini sezolmagan edi. Angliya hukumati uning yo'qolib ketganligini oxiri 27 yanvar kuni u sud mahkamasiga kelmagandila ondan bayqadi va bu xabar ayni chog'dagi Hindiston gazetlaridan boshqa Reuters agentligi orqali butun dunyoga tezlikda yeyilib cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Uning Kabuldagi umidsizlik ichida o'tgan kunlari, ishonch bog'lagan Sovet ittifoqining ishkini rahimsizlarga taqib elishi bilan texmi mushkullashgan bo'lsa-mu, uning qalbidagi ozodlik yolqini va irodasi qalchi suslab qolmagan edi. Germaniya elchixonasi bilan aloqa o'rnatgandan keyin oxiri Italiya elchixonasining yordami bilan Orlando Mazzotta ismli yep-yangi bir kimlikka erishib, o'z hayotini qaytadan boshladi. Dal mushu jarayonda hamma yerni tingtinglab yurgan Britaniya istixboroti uning Kabulda ekanligini sezib qolib, uni Afg'onistondan O'rta Sharq orqali Germaniyaga ketadi deb xato faraz qilib, yo'llarga o'lim to'zaqlarini qurib, suiqasdchilarni o'rinlashtirgan edi. Ammo Netaji dushmanning barliq hiyla-nayranglarini va to'zaqlarini oldin ko'ra oladigan o'tkir bir strategiyachi bo'lg'achqa, ularning kallasiga hargiz kelmaydigan bir yo'lni tanlagan edi. U 18 mart Kabuldan mashina bilan yo'lga chiqib, qorliq Hindiqush tog'larini kesib o'tib Samarqandga, u yerdan poyezd bilan Qizil imperiyaning yuragi Moskvaga, ondan Moskvadan yana poyezdga o'ltirib 1941-yili 2-aprel kuni fashizm kullangan Berlinga salomat yetib keldi. Berlinga kelguchi bo'lgan uzun va xatarlik safar jarayonida Bos o'zining kelgusi planini inchki halqalargacha tuzib bo'lgan edi. Uning 3 po'latdek asosliq nishoni bor edi. Birinchi, surgunda vaqtliq ozod Hindiston hukumatini qurib, mustaqillik urushiga qonuniy va siyosiy asos solish. Ikkinchi, Yevropaning yuragida turib, o'z ovozini butun dunyoga va Hindistondagi qulluq ichidagi millatiga anglatish. Uchinchi, qurilgan vaqtliq ozod Hindiston hukumatining qonuniy huquqi doirasida Hindiston ozodlik armiyasini qurib chiqish. Berlin 3-Reyxning po'lat yuragi, butkul Yevropani titratgan ajallik harbiy mashinaning qo'mondonlik markazi edi. Bu shaharga qadam bosganda Subhas Chandra Bose bir siyosiy panohlang'uchi yoki yordam tilaguchi emas, balki qalbida 400 millionlik bir millatning o'chmas ozodlik yolqinini ko'tarib kelgan bir elchi, kelgusidagi mustaqil Hindistonning sunmas irodasini namoyon qilguvchi bir vakil edi. U bu yerga yordam tilab emas, balki dushmanimning dushmani mening tabiiy ittifoqdoshimdir degan mustaq real siyosat qonuniyati bo'yicha barobar bir hamkorlikni, o'zaro manfaat yetkazadigan bir ittifoqdoshlikni talab qilib kelgan edi. Berlinda ko'zlagan ulug'vor nishonlarga yetish uchun uning tunji qadami Shimoliy Afrikada Germaniya tarafidan asirga elingan va Germaniyada asirlar lagerda tutib turilayotgan Hindistonlik askarlarni qutqizib,
ularni ozodlik jangchilariga aylantirish edi. Chunki u ozodlik armiyasining o'lini dal shu janglarda chiniqqan tajribalik jangchilardan qurishni planlagan edi. U Hakavur German amaldorlari bilan ko'rishib, o'zini asirlar lageriga opirib qo'yishni qat'iy talab qildi. U o'zining o'tliq nutqlari orqali askarlarning qalbidagi Britaniya imperiyasiga bo'lgan qulluq sadoqatini yuyib tashlab, ularni ona vatanining ozodligi uchun jinini tikadigan qahramonlarga aylantira oladiganligiga qat'iy ishonadi. German amaldorlari garchi buni bir mumkin bo'lmaydigan xam xiyol deb qarasimi, Bosning tavranmas irodasi va po'latdek ishonchisi oldida uning asirlar bilan ko'rishishiga yo'l ochib berdi. Bos asirlar lageriga kirganda uni qarshi olgan narsa quchoq ochgan qarindoshlar emas, balki nafrat, gumon va o'chmanlik bilan to'lgan ko'zlar bo'ldi. Asirga tushgan bu askarlar uchun Bos o'zlari qasam qilgan Britaniya podshohligiga xiyonat qilib, dushman bilan bir saf tuturgan bir sotqun, Gitlerning josusi va millatning yuz qarisi edi. Ular uningga nafrat bilan tikilib turib, biz Britaniya podshohiga sadoqatmanlik qasami ichgan askarlar, sen bizni o'z qasamimizga, o'z nomusimizga xiyonat qilishga qaymoqtirg'ili keldingmi, deb varqirashdi. Bu muzdek so'g'uq qarshi elish oldida Netaji qilichi o'zini yo'qotmadi. Uning ovozi butun lagerni, hatto askarlarning qalbini larziga soldi. Hey qarindoshlarim, to'g'ri, sizlar qasam ichdinglar, ammo bir o'ylab beqinglar. Sizlarning qasaminglar sizlarni, ota-bobonglarni asir qilgan, ona yurtinglarning jon tomirini uzib, boyligini bulab ketgan bir chet ellik ishg'oliyatchi podshohlikmi yoki sizlarni boqqan, sizlarni o'z qini bilan sug'urgan muqaddas ona Hindistongami? Britaniya sizlarga nima berdi? Ular sizlarni o'zlarining razil imperiyasi uchun o'q o'rnida ishiltib, jonliq qalqon qilmoqda. Bugun men sizlarni xiyonatga emas, eng oliy, eng muqaddas sadoqatga, ona vatanga bo'lgan sadoqatga chaqiraman. O'rninglardan qo'zg'alinglar. Qulluqning kishanlarini pora-pora qilib, ozodlik jangchilarining muqaddas formasini kiyinglar. Tarix bizga oltin bir fursat sundi. Dushmanimiz o'zaro urush ichida. Dal hozir biz o'z zanjirimizni uzib tashlaydigan, o'z taqdirimizni o'zimiz yozadigan payt. Men bilan birga menginglar. Dehlida g'alba marshini birlikda yangratayli. Uning har bir so'zi go'yo o'qdekla askarlarning qalbidagi qo'rqinch va ikkilanish temini bo'sib o'tdi. Ko'zlaridagi nafrat asta-asta hurmatga, ondan hayajonga, oxirida o'tliq bir ishonchga aylandi. Bir askar o'ttirga chiqib, ko'ksiga mushlab turib, "Jay Hind, Hindistonga zafar!" deb butun vujudi bilan hayvatlik varqiradi. Shuning bilan butun lager Netaji zindabad, yoshsun Netaji, ozod Hindiston zindabad, yoshsun ozod Hindiston degan shuarlar bilan guldirladi. Shu kuni 4500 atrofida asir askar Britaniyaning yollanma askari bo'lishdek nomusliq kimligidan voz kechib, erkin Hindiston legionining tunji ammo sharafli jangchilariga aylandi. Askarlarni qoyil qilgandan keyin Netaji Germaniya tashqi ishlar ministrligidagi Hindistonga hissdoshlik qiladigan amaldor Adam von Trotning yordami bilan Ozod Hind markazini Free India Center'ni qurdi. 1941 yili 2 noyabr bu markazning ochilish marosimida kelgusidagi mustaqil Hindistonning tunji asosi selindi. Shu kuni 5 muhim tarixiy qaror elindi. Birinchi, harakatning rasmiy nomi Ozod Hind bo'ladi. Ikkinchi, davlat marshi Jana Gana Mana bo'ladi. Uchinchi, davlat bayrog'i
ustiga g'azab bilan sakrab turgan yo'lbosning surati chekilgan 3 ranglik bayroq bo'ladi. 4-chi Hindistonliklar orasidagi salomlashish shakli Jai Hind, Hindistonga zafar bo'ladi. 5-chi Subhas Chandra Bosqa Netaji ulug' dahi degan muqaddas unvon beriladi. Shu kundan e'tiboran bir butun millatning umidi, orzusi va taqdiri uning ismi bilan mangulik bog'lanib ketdi. Lekin Gitler Hindistonning mustaqilligini rasmiy e'tirof qilishga qilchi unimaydi. U o'zining mashhur kitobi Mening ko'rishimda Angliyaning Hindistonni boshqarish usulini maqtab, Hindistonlik ozodlik jangchilarini Osiyolik serikchilar deb masxara qilgan edi. Bos Gitler bilan yuzma-yuz ko'rishganda birinchi bo'lib bu haqavurlikqa qarshi o'z millatining g'ururini qo'g'dash bilan so'zini boshladi. 1942 yili 29 may bu tarixiy uchrashuv amalga oshdi. Bu ikki kuchlik irodaning, ikki farqli dunyoqarashning tirkishi edi. Bos hamma odam ko'rishdan qo'rqadigan, biror xato so'z ig'izidan chiqib ketib, kallasining ilinib ketishidan ansiraydigan, butun dunyoni titratgan diktatorning ko'ziga tikilib turib, uning kitobidagi haqoratlik so'zlarni ochiq-oshkora tanqid qilishdan qilchi qo'rqmadi. Bos qo'l elishgandan keyin oliylarning e'tirozi bo'lmasa, bir ko'zitishimni tilga olsam bo'lamdi. Gitler albatta Bos balkim oliylarga Hindiston va hindistonliklar haqida xato uchurlar yetkazilgan bo'lishi mumkin. Mening ko'rishim nomli kitobingizda men bir german bo'lish sifatim bilan Hindistonni boshqa har qanday davlatning hukmronligi ostida ko'rgandan ko'ra, Angliya hukmronligi ostida ko'rishni afzal ko'raman deb yozdingiz. Gitler kamsitish bilan kulib, chunki sizlar mustamlika ostidagi xalq turib, Gandhining passiv qarshiligiga o'xshash ahmoqona qarashlar bilan qo'rqinchoqlarcha harakat qilyapsizlar. Hindistonga kerakligi bu emas. Hindistonning kun tartibi mundaq bo'lishi lozim. Birinchi Angliyani yo'qotish, ikkinchi ruslardan hazar aylash, uchinchi Yaponiya bilan kelishim tuzish. Buni qilgandan keyinla davlatingizni tashkillab, qayta qurib chiqa olasiz. Buningga eng az 100 yil vaqt ketadi. Agar biz germanlardek tirishib ishlagan taqdirda. Bos ovozida po'latdek qat'iylik bilan: "Oliylari, men mu hayotim bo'yicha siyosat ichida bo'ldim. Men bu yerga sizga o'rtaq dushmanga qarshi kurashingizda yordam berish uchun keldim. Nasihat elish uchun emas." Gitler g'azablansimi sirtiga chiqarmay: "Ha, Germaniya va Hindistonning dushmanlari bir. Britaniya va Rossiya. Albatta Angliyaliklar bilan urush qilishingiz kerak. Ammo shuning bilan birga Rossiyaga va sizlardagi bandit Nehruga o'xshash qizil pochoqlarga diqqat qilishingiz lozim. Kommunizm yer yuzidan supurib tashilinishi kerak bo'lgan bir illatdir." Bu uchrashishdan keyin Netaji Gitlerning haqiqiy maqsadining harbiy g'albidan bakrak tashviqot g'albisi qozonish ekanligiga, Hindistonning mustaqilligiga chin dilidan ishonmaydiganligiga to'liq ko'z yetkazdi. Bo'libmi 1942-yildan keyin Germaniya urushda mag'lub bo'lishga boshlaganda ularning yordamimi asta-asta azaydi. Sovet ittifoqining ittifoqdoshlar sepiga qo'shilishi bilan uning Yevropadagi planlari butunlay o'zgardi. Uning o'tkir strategik nazari darhol sharqqa, Hindistonga yaqin bo'lgan Yaponiyaga va Sharqiy Janubiy Osiyoga tikildi. Shunga u Gitler bilan qayta ko'rishib, o'zini va Germaniyadagi 4500 kishilik Hindiston ozodlik armiyasi qismini Osiyoga opirib qo'yishni talab qildi. Bos, oliylari, meni u yerga opirib qo'yish uchun bir aeroplan talab qilsam bo'lamdi. Gitler dunyoning yerimini bir aeroplan bilan uchib o'tmoqchimi? Mumkin emas. Aeroplan dushmanlar tarafidan yo'l ustida etib tushirilishi mumkin. Bu eng ahmoqona bir ish. Siz uchun texmo bexatar bir yo'l tepishimiz kerak. Su osti paraxotining rasmini ko'rsatib, buningda safar qilib boqqanmi? Bu U-boat deyiladi. Dengizning ostida mangadi. Buni elib Vasco da Gamadek Afrikani aylanib Kon yo'l bilan keting. Biz Hindistonga o'zgacha bir fursat sunyapmiz. Endi Angliya bo'yinturuqidan ruslarning qo'liga tushmayli qutula olasiz.
Bu Gitlerning qilgan eng oqilona yordami edi. Netaji 3 oy davomlashgan ajallik, xatarlik bir suv osti paraxoti safari orqali 1943-yili 11-may kuni Tokioga yetib keldi. U yerdan e'lon qilgan radio nutqlari orqali uning o'tliq ovozi Hindistondagi millionlagan qalblarga qaytadan umid va jasorat o'tini yoqdi. 4-iyul kuni u Sharqi Osiyodagi Hindi mustaqillik harakatining rahbarligini o'z ustiga oldi. Singapurda Yaponiyaning qo'lidagi 40 ming kishilik Hindi harbiy asirlaridan Ozod Hindi Fauj, Ozod Hindiston armiyasini qurib, bu shonliq armiyaning bosh qo'mondoni bo'ldi. Qadrli qarindoshlar, 3-bölümimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah 4-bölümdə Bosning Yevropa va Germaniyadan umidini uzib, yangi bir yo'l xaritasi va strategiya bilan Yaponiyaga yo'tkilishi, Yaponiya bosh vaziri bilan ko'rishib, ilgarigidek Hindistonliklarni pichki o'rnida ishlatmaslikka, balki butun ochiq ko'ngillik bilan Hindistonning mutlaq mustaqilligini qo'llashga qoyil qilishi, to'liq va oshkori yordam va'dasi olgandan keyin rasmiy urushga otlanishi ustida to'xtalamiz. Xo'sh, endi qissasining bu bo'limidan ruhimizga uyuladigan yangi mash'allarni anglab o'taylik. 17-mash'al. Surgundagi davlat kelgusini bugun barpo qilish strategiyasi. Bos Berlinda turibla mustaqil davlatning barliq simvollari, nom, marsh, bayroq, salomni aniq bekitdi. Bu shaklvozlik emas, balki kuchlik bir siyosiy va psixologiyalik urushdir. U biz bir kuni davlat quramiz demadi, balki biz hozir davlat degan reallikni yaratdi. Biz uchun dars shuki, surgundagi hukumat yoki tashkilotlar faqat bir vakillik organi bo'lib qolmasdan, kelgusidagi mustaqil Sharq Turkiston davlatining barliq asoslarini, organlarini, qonun loyihalarini va milliy kimlik sistemasini bugundan boshlab qurib chiqishi kerak. Dunyo bizni qurbonlar to'pi emas, balki egilik huquqini asliga keltirishga tayyor tashkillik bir davlat organi sifatida ko'rgandala bizga siyosiy hurmat qilishga majbur bo'ladi. 18-mash'al. Manfaatni asos qilgan diplomatiya ideologiyalik zanjirlarni uzib tashlash. Bos fashist Germaniyasi va imperialist Yaponiya bilan hamkorlashdi. U ularning ideologiyasini qabul qilganligi uchun emas, balki ularning Britaniyaga qarshi turishidan strategiyalik foydalanganligi uchun shunday qildi. Bizmi ko'rishimizda demokratiya yoki islomchilik qatorliq ideologiyalik talash tortishlarga texi davlat qurilmasdan o'zimizni mahbus qilib olmasligimiz kerak. Birdan bir o'lcham qaysi davlat yoki kuchning manfaati Xitoyning manfaatiga zid keladi va bizga qandoq strategiyalik afzallik yaratib bera oladi. Dushmanimizning dushmani bizning do'stimiz bo'lmasligi mumkin, ammo u eng foydali vositamiz bo'la oladi. Diplomatiyada mangulik do'st yoki dushman yo'q, faqat mangulik milliy manfaat bor. 19-mash'al. Qimmat yaratish, tilamchilikdan hamkorlikqa o'tish. Bos Gitlerning oldiga borganda bizga yordam qiling deb yolvirmadi, balki men sizga o'rtaq dushmanga qarshi yordam berish uchun keldim dedi. U o'zini va millatini bir yuk emas, bir strategiyalik sherik sifatida tunishtirdi. Biz Uyg'urlarmi xalqaro jamoatga o'zimizni faqatli zulmga uchirgan, yordamga muhtoj bir millat sifatida ko'rsatishni to'xtatishimiz kerak. Biz Xitoyga qarshi turishda Amerika, Yevropa, Turkiya yoki boshqa davlatlar uchun qandoq strategiyalik, iqtisodiy va siyosiy qimmat yarata oladiganligimizni o'ttirg'a qo'yishimiz lozim. Hissdoshlik faqat vaqtliq, ammo o'rtaq manfaatga qurilgan hamkorlik mustahkam bo'ladi. 20-mash'al. Mag'lubiyatni fursatga aylantirish, dushmanning askarini o'z armiyanga aylantirish. Kandining tinchlikparvarlik nazariyasining taqozosi bo'yicha Britaniyaning urushiga yordam qilish qarashi
va Hindistonliklarning Britaniya askarlari sepiga qaytilishiga sukut qilishi bilan Britaniya uchun urushib asirga tushgan 40 mingdan ortiq hindi askari Hindiston uchun bir numus va mag'lubiyat edi. Netaji bu numusni shon-sharafga, bu mag'lubiyatni kuchga aylantirdi. Ularni Ozod Hind Fauj, Ozod Hindiston armiyasining yadrosi qildi. Biz uchun dars shuki, diasporadagi har bir Uyg'ur, boshqa iqimlarning sepiga qo'shilgan har bir mujohid, hatto lagerlardan chiqib qechib kelgan har bir Uyg'ur bir qurbon emas, balki Xitoyga qarshi kurashning potensiallik bir jangchisi, bir guvohchisi va bir kuch manbasidir. Bizning vazifamiz ularning ruhidagi umidsizlikni va yetimsirashni o'chirib, qalbiga kurash o'tini yiqish va o'rtaq aqlda birlashishdir. 21 mash'al strategiyalik jonliqlik, bir eshik taqalsa yana bir eshikni tepish. Bosning asli plani Sovet ittifoqi orqali harakat qilish edi. Ammo u eshik taqaldi. Keyin Germaniyaga bordi. Ammo Germaniyaning urushda mag'lub bo'layotganligini ko'rib, darhol strategiyasini o'zgartib, Osiyoga, Yaponiyaga yuzlandi. Bu bir rahbarning eng muhim xislatidir. Bizningmi da'voyimizda bir davlatga yoki bir planga bog'lanib qolmasligimiz kerak. Xalqaro vaziyat o'zgarib turadi. Bir yo'l to'silib qolsa, umidsizlanmay, darhol yangi ittifoqdoshlarni, yangi yo'llarni va yangi strategiyalarni tepib chiqishimiz lozim. Ozodlikqa boradigan yo'l faqat birla emas. 22 mash'al. Rahbarning jon pedaligi eng xatarlik yo'lda oldida menish. Biz bexatar bir aeroplanda emas, 3 oylik ajallik suv osti kemasi safarida o'limga ko'krak kerib Osiyoga bordi. Bu harakat uning qo'mondonlari va askarlari uchun minglagan nutqdan kuchlik edi. U o'z hayotini do'g'ri tikish orqali ozodlikning qanday badal talab qiladiganligini isbotladi. Bizning diasporadagi rahbarlarimiz va faoliyatchilarimizmi rahat, bexatar joylarda turib shuar tovlash bilan cheklanmasligi kerak. Xalq faqat o'zi uchun qurbon berishga tayyor rahbarga ergashadi va uning uchun jonini beradi. Haqiqiy rahbarlik so'z bilan emas, badal to'lash bilan isbotlanadi. 23 mash'al. Ichki dushmanni oydinlashtirish, g'urur va sadoqat qarishini qayta bekitish. Asir askarlar Bosni sotqun deb aybladi. Chunki ularning sadoqat o'lchami Britaniya podshohligi edi. Bos ularning bu xato sadoqat qarishini chiqib tashlab, haqiqiy sadoqatning ona vatanga bo'ladiganligini ularning qalbiga uyib berdi. Bizning millatimiz ichidami dushmanning tashviqoti yoki qo'rqitishi bilan Xitoyga sadoqatman bo'lishni yoki tinch o'tishni to'g'ri deb qaraydiganlar bo'lishi mumkin. Bizningmi vazifamiz xoinlik bilan sadoqatning, qulluq bilan erkinlikning, shaxsiy manfaat bilan milliy g'ururning o'lchamlarini qaytadan oydinlashtirish va haqiqiy sadoqatning faqat va faqat mustaqil Sharq Turkistonga bo'ladiganligini har bir Uyg'urning vijdoniga yetkazishdir. 24 mash'al ovozning qudrati. Butun dunyoni jang maydoniga aylantirish. Bos Berlindan, Tokiodan radio orqali nutq so'zlab, o'zi jismoniy jihatdan yetib borolmagan Hindistondagi millionlagan insonning qalbiga yetib bordi va ularni uyg'otdi. Bu zamonaviy texnikaning ko'rishimiz uchun qanchalik muhimligini ko'rsatdi. Bizning jang maydonimiz faqat Sharq Turkistonning tuprog'i emas. Internet, ijtimoiy taratqular, xalqaro medialarning hammasi bizning jang maydonimizdir. Biz bu maydonlarni ishga solib, ovozimizni dunyoning har bir bo'ling'iga, eng muhimi vatanimiz ichidagi qarindoshlarimizning quliqiga va yuragiga yetkazish orqali umid o'tini mangu o'chirmasligimiz lozim. Bir millatning ovozi o'chmaguncha u millat o'lmaydi.
qadrli qarindoshlar, shunda qilib bu sanimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh Alloh umr bersa, oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.